Keling, bugun siz bilan sochimizni tez yog'lanishiga sabab bo'luvchi 10 ta qiladigan xatoyimiz haqida gaplashamiz. Birinchi xatoyimiz bu sochlarimizni qaynoq suvda yuvishimiz. Qaynoq suv sochimiz tagidagi yog' bezlarini ishini yanada kuchaytirib yuboradi. Shu hisobiga sochlarimiz tezroq yog'lana boshlaydi. Ikkinchisi, bu shampunni ko'pirtirmasdan soch ildizlariga surtishimiz. Konsentrированный shampunlar sochimizni terisini quritib yuborishi mumkin va bu narsa soch tagida sebum ishlab chiqarishni kuchaytirib yuboradi. Uchinchisi, sochlarimizni haddan tashqari ko'p va tez-tez yuvishimiz, har kuni yoki kunora yuvishimiz. Sochlarimizni qanchalik ko'p yuvsak, boshimizni terisidagi tabiiy himoya funksiyasi o'zini yo'qota boshlaydi va shuni hisobiga sochlarimiz tez yog'lanadi. Va albatta 4-xatoyimiz sochlarimizni ildiziga konditsioner ishlatishimiz. Konditsionerlar sochlarimizni ildizini yanada tolalarini og'irlashtiradi va shuni hisobiga sochlarimiz ham tez yog'lanadi. Va 5-inchisi, sochlarimizni nam holatda tarashimiz. Sochlarimizni nam holatda tarashimiz sochlarimizni yaroqsiz holga olib keladi va bu holatda biz sochlarimizni zararlaymiz va ular yanada tezda yog'lana boshlaydi. 6-inchisi, bu sochlarimizga haddan tashqari ko'p har xil masla va sivoritkalar ishlatishimiz. Bunaqangi og'ir vositalar har doim ham soch ildizidan yuvilmay qolib ketadi. Bularning hisobiga soch tolalari og'irlashadi va sochlarimiz tez yog'lanadi. Keyingisi, bizda soch yuvish davomida sochni qattiq massaj qilish. Bu narsa ham bosh terisidagi yog' bezlarini ishlashini yanada kuchaytirib yuboradi va sochlar tez yog'lanadi. Keyingisi, bizda sochdagi konditsioner va shampunlarni yaxshi yuvmaslik. Sochlaringiz ildizda qolib ketgan har xil shampun yoki konditsionerlar sochingizni tolasini yanada og'irlashtiradi va bosh terisidagi poralarni kattalashtirib yuboradi. Shuni hisobiga sochlaringiz tez kir bo'ladi. Va albatta 9-inchisi, bizda sochlarni noto'g'ri quritish. Bilaman, sochlaringizni quritishga juda ham shoshilasiz, lekin fendagi issiqlik funksiyasi yanada yuqori bo'lsa, boshingizni terisidagi yog' bezlarini ishlashi yanada kuchayadi. Shuning hisobiga sochlaringiz tez yog'lanadi. Va albatta 10-inchisi, yostiq jildingizni va soch aksessuarlaringizni juda ham kam almashtirib turasiz. Yostiq jildingizning matosi hamda soch aksessuarlaringizning matolari o'ziga juda ham tez sebum va changlarga bo'ladi. Shuni hisobiga sochlaringiz tez kir bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.